Uyingizda shu o'yinchoqdan bormi? Hoziroq tashlab yuboring. Bu juda ham xavfli. Labubu o'yinchog'i Pazuzu degan shaytonga qiyoslanmoqda va bu o'yinchog'i o'zi xohlab uyiga olib kirsa, uyda o'zini effektini berayotgan ekan, ya'ni turli xil ko'ngilsiz voqealar, oila a'zolaridan kimdir vafot etgani yoki kasal bo'lib qolgani, xullas juda ham yomon voqealar ro'y berayotgan ekan. Va eng dahshatlisi, yolg'iz qolganingizda kechasi xuddi qora sharpaga o'xshagan narsa, xuddi kichkina odamchaga o'xshagan narsa kezib yurganini his qilishayotganini, undan tashqari nimadir tinmasdan g'ijir-g'ijir qilib o'ynayotgani, xullas insonni aqldan ozdiruvchi ishlarga undashi mumkin ekan. Hattoki chet ellik blogerlar, chet ellik san'atkorlar ham o'zini hayotida aynan shu o'yinchoq sotib olgandan keyin katta o'zgarishlar bo'lganini aytishyapti. Mana jahlim chiqargan narsa, blogerlar ham buni reklama qilib, o'zini Instagramiga qo'yib, yana o'sha do'konni Instagramlarida tinmasdan reklama qilib yozishibdi. Mana 2 ta oldim, mana 3 ta oldim, 5 ta oldim, 10 ta oldim. Menga bugun yana bitta yangi Labubu jo'natib yuborishdi deb xursand bo'lib gapiryapti. Lekin nima reklama qilayotganinglarni unda o'ylamasdan, bilmasdan reklama qilaverasizlar, farqi yo'qmi sizlarga? Buni sizlarning reklamangizni butun xalq ko'radi-yu.